Mirjalol aka, takroriy ekilgan maydonlarga ko'plab hasharotlar tushib ketadi. Ularga aynan qaysi davrda kimyoviy ishlov berilishi kerakligini maslahat berasiz? Bu savol juda ko'plab dehqonlarning og'riqli savoli hisoblanadi. Ko'plab dehqonlar kelganda aynan noto'g'ri vaqtda ekilgan maydonlarga dori ishlov berib qo'yadi. Ya'ni qanday? Ko'pchilik qurt yoki hasharot tushgandan keyin dori sepish uchun kelishadi. Aslida bu juda katta xato. Aynan qurtga sepiladigan vaqt bu yerdan ekin unib chiqqandan keyin aynan 4-5 barg bo'lgan holatida aynan birinchi yengil ishlov beriladi. Yengil ishlov qanday? Faqatgina kontaktli dorilardan foydalanib yengil ishlov beriladi. Aynan o'simliklarga ikkinchi ishlov beriladigan davr bu o'simliklarni gullashdan avvalgi davr hisoblanadi. Aynan guldan avval berilgan dorilar gulni hosilga o'tirib, hosil pishadigan vaqtgacha ta'sir etish xususiyatini ushlab turadi. Lekin bunda ham to'xtab qolmasdan aynan hosilga o'tirib bo'lganda yana bir marotaba dorini sistemli, ya'ni ichdan ta'sir qiluvchi dorilarni qo'llashni tavsiya qilamiz. Hozirgi aytib o'tilgan davrda 3 marotaba o'simlikka kimyoviy ishlov berilsa, hech qanday hasharot o'simlikka xavf solmaydi. Hech qanday qurt tushirmasdan o'simlikni pishirib yetiltirish mumkin bo'ladi. Vet va agro sohasidagi foydali ma'lumotlarni olish uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.